Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 17-oktyabr 2025-yil. Biz Samarqand viloyati Narpay tumani To'rto'g'li mahalla fuqarolik yig'inida istiqomat qiluvchi Xolmurodov Omonqul bobo xonadonidamiz. Xonadonga 20 kilovatli quyosh stansiyasi o'rnatildi va tizim to'liq ishga tushirildi. Xonadonga bitta 20 kilovatli 3 fazali dia invertor o'rnatildi va Jinko 2 tomonlama in-type turkumidagi panellarimiz uyning tom qismiga o'rnatildi. Stansiyamizning asosiy qismi bo'lgan DIS, AIS va zazilmina himoya tizimlari to'liq standartlarga muvofiq qilindi. Inventorimiz 17,5 kilovatga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti, davlatga sotuv bo'lyapti. Soatimiz 11. Endi ishimiz haqida bobomizning fikrini tinglaymiz. Bobo, sizga ishimiz yoqdimi? Ko'nglingizdagidek chiqdimi? Avvalambor assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana shu quyosh batareyachi ustolarimiz Samirjon boshliq bir gruppa ustolarimiz bizning xonadonimizga kelib quyosh batareyasi qo'yib berdi. Albatta buni qo'yishimizdan maqsadimiz bitta. Bu ham bo'lsa